Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar va aziz obunachilarimiz, hurmatli youtuberlar. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamasdan yaxshi yuribsizlarmi? Bugun sizlarga Jinping tomonidan ishlab chiqarilgan riksha modellarimizni yangicha ranglari chiqqani munosabati bilan mana shu videoni biz boshlamoqdamiz. Xudo xolasa to'liq ma'lumotlarni berib o'taman. Bundan oldingi videolarimizda qaymoq ranglarni qo'ygan edim. Uni ham birroq ko'rsatib o'taman. Yuringlar. Xudo xolasa hozir men sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana shu ranglari bo'yicha demak video chiqargan edik. Ko'rishlaring mumkin. Shu modelimiz ko'pchilikka ma'qul bo'libdi ekan. Deyarli o'zi sotuvda juda ham tez tugadi. Shuni hisobga olib, boshqacha ranglarni ham ko'ringlar mijozlarimizga yangicha rangda, demak, to'q balotoviy, ya'ni to'q zangorangda hamda mana shu ko'rib turgan rangingizda chiqadi. Ya'ni bu rangni men rang bo'yicha mutaxassis emasman, lekin rangda nomini to'liq kommentariyada biladigan bo'lsalaring, fikrlaringni kutib qolaman. Demak, bir boshdan qisqacha tanishtirib o'taman. Oldi faralarimiz ikkita lupali bo'ladi. Pastki qismlari ham yonadi. Поворотлari chetki qismlari yonadi. Bu nisbatan yerga yaqinroq bo'lganligi uchun, ya'ni biroz yotganroq bo'lganligi uchun og'anab ketish ehtimoli juda ham kam. Demak, 35-40 tezlikda harakatlanganlaringda ham cho'mchaga og'anab ketib qolmaydi. Ikkita yon chetki qismini to'sib turuvchi tentlari ham bor, mana ko'rishlaring mumkin. Jinping tomonidan berilgan sertifikatlarimiz mana. Demak, kirib kelgan oyi yili mana 1-yanvarda O'zbekiston uchun ishlab chiqarib olib kirilgan. Ya'ni bu mana shu yerda o'zlari kelib ko'rishgan. Modelni motor quvvati 1000 vatli ko'rishlaring mumkin. Akkumulyatorlar 60 volt 45 amperli. Balon o'lchamlari 3,5 ga 10. Demak, mana shu yerda hamma ma'lumotlar berilgan ekan. Mana umumiy o'lchamlar, uzunliklari, holati, mahsulot o'zini 175 kilogramligi, yuklashi, demak, biz 300 kilogramdan ortiqroq yukini garantiya beramiz. Kelib ko'rsalaring bo'laveradi. Tezliklari mana o'rtacha 30 bugun undan tezroq. Demak, 30 dan 35 40 gacha chiqadi. Ranglarni aytib o'tganimdek, mana shu ikki xil, ya'ni yangicha ranglarda kirib keldi. To'q balotoviy rangi ham juda ham chiroyli ekan, mana o'zlaring ko'rib baho beringlar. Xo'p. Orqa taraflari tagida akkumulyator bo'ladi. Sidinlari ham tabiiy kojadan qilingan. Mana bu ostki qismda ko'rishlaring mumkin. Qo'shimcha kichik narsalar uchun joy bor mana. Ozibatda kalpey turibdi mana. Kalpeylar turibgan. Kalpeydan tashqari qo'shimcha kitoblari bor ekan. Xo'p, savol berishibdi. Mana bu yerda nima bor deb. Mana akalar, ochasiz, ochiladi. Podstakanlik bo'ladi, ya'ni flash, suv 1 litrli, 1,5 litrli baklashkalar shunday tiqib qo'yib ketsalaring bo'laveradi. Xo'p. Tablosini ham ko'rsatib o'tay mana. Tablosini ko'rinishi mana shunaqa bo'ladi. Xo'p, bu yerda avariyni oyna artgichlari hamda qo'shimcha yorituvchi chiroqlar bor. Chirog'ini ham yoqib sizlarga ko'rsatib beraman mana. Xo'p. Demak, oldi tarafdan umumiy yoritish holati mana shunaqa bo'ladi. Jinping logotipi ham yonadi. Bundan tashqari mana ostki qismi, ya'ni orqa tarafi ham juda ham chiroyli yonadi. Men o'zimga ham juda ham yoqdi. Ko'rishlaring mumkin. Avariyning sistemalari qanaqa chiroyli yonadi. Oldi oyna hamda orqa oynalari ham juda ham baquvvat ishlangan. Tom qismi mana shunaqa bo'ladi mana. Luk uchun joy tashlab ketilgan. Xohlaslaring luk ochtirib olsalaring ham bo'laveradi. Umuman olganda mahsulot juda ham sifatli. Oldi oynalari ham baquvvat qilingan, ya'ni mahsulotni sifatini ko'rsatib berishlik uchun. Narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi paytda narxi $1200 dan sotyapmiz. Akalar kelib ko'rsalaring bo'laveradi. Bu yosh kattalarimizga juda ham ajoyib sovg'a bo'ladi. Zangorang ham, ya'ni to'q balotoviy rangi ham bir xil. Mahsulotni umuman olganda sifati juda ham a'lo darajada. Mana shu yerda har bitta Jinping tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotda o'zini brend logotiplari bo'ladi. Xudo xolasa kelsalaring xursand bo'lamiz. Demak, $1200 dan sotib olsanglar bo'laveradi. Telefon raqamlarimizni pastga yozib qoldiryapman. Xarid qilib kelsanglar bo'laveradi. Hozir mana shu aytib o'tganimdek ranglardan bor. Undan tashqari mana shunaqa qaymoq rangidan 2 dona qoldi xolos. Aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa chiroyli qilib beraveramiz. Undan tashqari Jinping motorollerlarimizni ko'rishlaring mumkin. Pol kabinalilari ham bor. Bu 1,5 tonna uchun mo'ljallangan. 600 kilogramm uchun mo'ljallangan. Undan tashqari ochiq turdagi ko'rishlaring mumkin motorollerlari ham bor.
aloqaga chiqib bemalol sotib olsanglar bo'laveradi. Bugungi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Bog'ga obuna bo'linglar, xudo xolasa bundan ham yaxshiroq ma'lumotlarni berib boramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.